38-savolimizda suv havzasida 10 ta Ultrix suv o'ti mavjud. Ulardagi umumiy yadrolar soni 560 ta bo'lib, har bir suv o'ti tarkibida yadrolar soni teng. Jinsiz ko'payish jarayonida Ultrixlarning 40% qatnashmadi. Jinsiz ko'payishda qatnashgan Ultrix hujayralarining yarmi minimal, qolgan yarmi maksimal bo'linish natijasida zoospora hosil bo'ldi. Jinsiz ko'payish natijasida hosil bo'lgan zoosporlar tarkibidagi umumiy hujayralar sonini aniqlang deyilyapti. Xo'p, bizda 560 ta yadro bor degani bu 560 ta hujayra degan. Yana berilyaptiki 10 ta Ultrix. Endi biz 560 tadan 10 tani chiqarib olishimiz kerak. Nima uchun 10 tani chiqarib olamiz? Sababi bizda har bir Ultrixda bittadan rizoid bo'ladi. Bizda 10 ta Ultrix deyapti, men 10 ta rizoid. Bu rizoid zoospora hosil qilmaydi. Shuning uchun chiqarib olyapmizda 560 ta hujayra qolyapti. Endi bu har bir hujayra zoospora hosil qila olishi mumkin. Lekin bizdan aytayaptiki, hujayralarning demak 40% ishtirok etmagan. Chunki jinsiz ko'payish jarayonida Ultrixlarning 40% qatnashmadi deyapti. Umumiy hujayradan 40% chiqarib olsak ham bo'laveradi. Demak, 550 ta hujayramiz bu 100%. 40% qatnashmadi. Qancha qatnashyapti? Demak, 60% qatnashyapti. 40% qatnashmadi degani bu 220 ta. Qolyapti qancha? Demak, 330 ta. 330 tamiz demak jinsiz ko'payish jarayonida ishtirok etgan. Mana bu 220 ta esa ishtirok etmasdan qolib ketdi bu. Bizda 330 ta ekan, shu 330 tani 2 ga bo'lib olaman. Nimaga? Chunki yarmi minimal, yarmi maksimal hisobda bo'lindi deyapti. 330 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam, demak 165 ta. Demak 165 tasi minimal hisobda, 165 tasi maksimal hisobda bo'lingan. Minimal hisobda bo'linsa 4 ga bo'linadi, maksimal esa 8 ga. Demak 165 ta 4 ga, 165 ta 8 ga ko'paytiraman. Demak 165 ta 4 ga ko'paytirsam 660 ta zoospora, 165 ta 8 ga ko'paytiradigan bo'lsam 1320 ta zoospora. Demak, jami zoosporalar o'zi qancha hosil bo'ldi deydigan bo'lsak, 1320 ga 660 ta qo'shamiz, 1980 ta. Bu nima bu? Bu jami zoosporalar. Jami zoosporalar. Bizda ma'lumki, nazariy ma'lumotda bitta zoosporada 4 ta hujam bor. Bizda 1980 ta qancha hujam bo'ladi? Demak 1980 da 4 ga ko'paytirishimiz kerak. Demak 7920 ta hujam degan javob bo'lyapti. Demak javobimiz 7920. Mana bu joyga demak 7920 ta deb yozib qo'ysak bo'laveradi. Demak javobimiz 7920 ta umumiy zoosporadagi hujamlar chiqyapti.